Daromadingizga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan 6 ta resurs borligi haqida bilasizmi? Assalomu alaykum, mening ismim Saidazam Xo'jayev. Men tadbirkorman va moliyaviy savodxonlik bo'yicha murabbiyman. Va bu kanalda biz har doimgidek pul ilmi haqida gaplashamiz va bugungi mavzuyimiz yuqoridagi gapga e'tibor bergan bo'lsangiz, daromadni oshirish haqida bo'ladi. Do'stlar, mana bizani hayotimizda resurslar bor, insonlarda har xil resurslar bor. Va o'sha resurslar bizga muvaffaqiyatga erishishga va pulimizni oshishiga, ya'ni daromadimizni oshishiga ta'sir qiladi to'g'ridan to'g'ri. Va ular boya aytganimdek 6 ta. Va eng birinchi resurs bu hammamiz bilamiz, bu pul. Xo'p, pul resurs sifatida qanaqa tushuniladi? Ya'ni sizning pulingiz qaysidir ishga tikilib daromad keltirsa, bu resurs. Misol uchun siz biznes ochmoqchi bo'lsangiz, albatta pul bilan boshlaysiz, to'g'rimi? Yoki biznes qilmasangiz ham qayerqadir sarmoya kiritish, investitsiyalar deydi, qaysidir ishga, kimdir biznesigadir yoki fond bozorigadir yoki ko'chmas mulkka pul tiksangiz, u daromad keltiradi, to'g'rimi? Demak, pul qanaqa resursligi ko'pchilikka ma'lum, shuning uchun pul haqida uzoq gapirib o'tirmayman. Va ikkinchi resursimiz vaqt. Vaqt, mana vaqt bizda slaydda. Ba'zi odamlarda puli yo'q bo'lsa ham vaqti bor, to'g'rimi? Endi vaqt qanaqa resurs desanglar, to'g'ri, ko'pchilik aytadi, vaqt bu pul deydi, lekin uni ma'nosini tushuntirish kerak bo'lsa, qaranglar, vaqt siz har bir soatingiz pul turadi, to'g'rimi? Har bir ishlagan soatingizga pul olasiz. Bu haqida alohida video olganman YouTube kanalimda. 1 soat vaqtingizni qanday hisoblash kerakligi haqida va u soatingizni bahosini ko'paytirish haqida. Ya'ni misol uchun siz 1 soatda 20 ming so'm pul topsangiz, uni 30 ming, 40 ming, 100 ming qilish uchun nima qilish kerakligi haqida alohida video olganman. Uni albatta ko'rib qo'ying. Vaqt bu shunaqa resurski, siz o'zingizni vaqtingizni pulga aylantirasiz, to'g'rimi? Sotasiz. Va ikkinchisi, o'z vaqtingizni bilim olishga sarflashingiz mumkin. Ya'ni bilim olish ham investitsiya deyshadi. Ya'ni insonlar pulini qayergadir investitsiya qilib pul topsa, vaqtni ham bilimga investitsiya qilsangiz, u orqali pul topasiz. Tushunarli? Ikkinchi resursimiz bu vaqt bo'ldi. Uchinchi resursimiz bu energiya. Ya'ni ko'pchilikda vaqti bor, lekin energiyasi yo'q. Energiya nima edi o'zi? Energiya bu bizning quvvatimiz. Bizning quvvatimiz bo'lsa-ki, biz yaxshiroq ishlaymiz, to'g'rimi? Yaxshiroq ishlasak, albatta bizning daromadimizga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Endi e'tibor beradigan joylar shuki, ya'ni energiya faqatgina jismoniy energiyadan iborat emas, balki 5 xil turga bo'linadi. Demak, birinchi energiyamiz bu aqliy yoki mental energiya deydi. Bu diqqatni jamlash, fikrlash, ya'ni o'sha energiyasi. Ya'ni e'tibor bering, ishxonangizda siz ba'zida diqqatingizni jamlay olmaysiz. Mana o'zingizni yaxshi his qilyapsiz, o'zingizni qanaqadir kuchga to'la his qilyapsiz, lekin diqqatingizni jamlay olmayapsiz. Demak, sizda aqliy energiyada muammo bor. Endi uni qanday to'g'rilayman desangiz, u haqida alohida bitta zo'r kitob bor, juda ham mashhur kitob. Uni nomi xuddi boya aytgandek diqqat. Avtori adashmasam Kel Newport edi. O'sha kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Aqliy energiyani muhimligini bitta jihati shuki, mana hozirgi kundagi eng asosiy muammo ham o'zi shulardan, mana diqqatimizni tarqoqligi. Nimadan deb o'ylaysiz? Bu albatta o'sha ijtimoiy tarmoqlardan va xususan Instagram, TikTok, hatto mana YouTube'da ham hozir shorts chiqqan. Ya'ni bitta videoni biz hatto 1 minut ham o'sha ko'ra olmaymiz. Ya'ni 20 sekund, 10 sekund, 5 sekund ko'ramiz, tez o'tkazib yuboramiz. Ya'ni sabrsizlik rivojlangan davrda diqqatni jamlash juda ham qiyin. Shuning uchun diqqatni jamlashimiz kerak. Nega? Mana kitob o'qib ko'rganmiz yaqin kunlarda o'zi. Kitob o'qishda ham mana ko'ramizda diqqat jamlay olmaymiz. Bir bet o'qiyotgan paytda o'qib bo'lishiga nimani o'qidim, xayol ketib qoladi. Mana shu sizda diqqatingizni jamlay olmayotganingizga bitta signal bo'lishi mumkin. Demak, diqqatni jamlash uchun yuqoridagi kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Xo'p, keyingi energiyamiz bu hissiy yoki emotsional energiya. Bu mana slaydda ko'rsatgandek, xursandchilik, muhabbat, ilhom, xotirjamlik. Ya'ni sizni qanchalik o'zingizni yaxshi his qilyapsiz. Ya'ni bu yerda ko'proq kayfiyatingizga bog'liq energiya. Ya'ni kayfiyatingiz yaxshi bo'lmasa, bilasiz, qo'lingiz ishga bormaydi umuman.
Ya'ni buni aniqlashga harakat qiling. Nimaga kayfiyatim yaxshi emas? Hozir mana analiz qiling, kayfiyatingiz yomon bo'lishidan oldin nima holatlar bo'ldi sizni hayotingizda? Eslashga harakat qiling va o'shani aniqlab turib, o'shani esdan chiqarishga harakat qiling. Va shunda sizni energiyangiz yana oshib, ishingizni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Hissiy energiyangiz tushib ketmasligi uchun bitta yaxshi metodikani sizga tavsiya qilishim mumkin. Mana faraz qiling, siz rulda ishga ketyapsiz. Yo'lda boshqa mashina sizga qo'pol ravishda signal chaldi yoki qisib o'tib ketdi va u odam yo'ldan g'oyib bo'ldi. Lekin o'rtada sizni jahlingiz chiqdi, balki so'kkandirsiz uni. Muhimi sizni kayfiyatingiz tushib ketdi. Endi o'zingizga savol bering shu vaziyatda. Mana shu narsa mani boyagi hissiy energiyamni tushirib yuborishiga, ya'ni butun kunga tushirib yuborishiga arziydigan narsami yo'qmi? U odam yo'q hayotimda. Lekin men kuni bo'yi shuni qalbimda olib o'tiraman. Ya'ni shu narsani savol bersangiz, shu savol sizga yetarli bo'ladi. Birdaniga kayfiyatingiz ko'tarilishga. Tushunarli bo'ldi? Bu hissiy energiya edi. Keyingisi jismoniy energiya. Jismoniy energiya ma'lum narsa. Bu sizni jismoniy holatingiz. Siz birinchidan sog'lommisiz? Ikkinchidan badan tarbiya bilan shug'ullanasizmi? Har kuni ertalab 5 minutdan badan tarbiya qiling. Uje sizni jismoniy boyagi quvvatingizga juda ham katta ta'sir qiladi. Uyquni to'liq qiling. Ba'zi insonlarga 5 soat ham yetadi, kimlarga 6 soat, kimlarga 8 soat. Uni o'zingiz uchun aniqlab oling va vaqtida yoting. Eng muhimi, vaqtida yotib, vaqtida tursangiz, rejimga tushib olsangiz, xudo xolasa jismoniy energiya bilan muammo bo'lmaydi. Keyingisi bu ruhiy energiya. Ruhiy energiyani boyagi hissiy energiya bilan adashtirmang. Ruhiy energiya bu ko'proq sizni hayotdagi maqsadlaringiz, qadriyatlaringiz, missiyangiz, o'sha narsalar ruhiy energiyangizga ta'sir qiladi. Ya'ni siz o'zingiz bilan o'zingiz qanchalik uyg'unlikdasiz. Siz hayotingizga ma'no beradigan ish bilan shug'ullanyapsizmi o'zi yoki yo'qmi? Mana shu savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi va shunda ruhiy energiyangiz o'z joyida bo'ladi. Va oxirgisi va eng muhimi desa ham bo'ladi, bu moliyaviy energiya. Moliyaviy energiya. Qaranglar. Moliyaviy energiya bu nima? Mana faraz qiling, ishlaringiz zo'r ketyapti. Bugun deylik oddiy bitta taksist misolida. Har kuni 200 ming, 300 ming pul topib yurgan taksist birdaniga 500 ming topsa bir kunda yoki 600 ming. Kayfiyat ko'tarilib ketadi, to'g'rimi? Yoki mana oyni yopdingiz, tadbirkorsiz, oylik daromadingiz katta chiqdi, sof foydangiz. Albatta bu energiya beradi. Yoki yana bitta holat. Ko'chada yurganingizda yoningizda kattaroq summa olib yursangiz, misol uchun, hamyoningizda $1000 sovg'a olgansiz, bir qanaqadir sizga anaqa beradi. To'g'rimi? O'zingizga ishonch, kuch beradi. Mana shu narsa energiya. Bu moliyaviy energiya. Keyin yana bitta zo'r hazil esimga tushib qoldi. Hozir sizlarga gapirib turib, bir 15 yil oldin har xil ishlar qilib yurardik ko'chada. Shu paytda bizda paynet bo'lardi va boshqa bitta tadbirkor akamiz bilan o'tirganimizda bitta mana shu pul haqida zo'r narsa gapirib bergan edilar. Bular yozda ham, qishda ham O'rizorda savdo qilishardi, bozorlik qilishardi va ukalari kelib bir shikoyat qilishgan edi qish kunida. Oka, juda ham sovqatib ketdik. Men bu endi u paytda bozorlarda unaqa joy isitishlar bo'lmasdi-da, sovuq bo'lardi. Sovqatib ketdik deb shikoyat qilishganda zo'r maslahat bergan ekanda ularga. Sizlar ham o'zingizlarda tekshirib ko'ringlar. Aytdilarki, $100 pulni olinglar-da, oyoq kiyiminglarni tagiga patay o'rniga qo'yib qo'yinglar. Shunda sizlarni isitib qo'yadi degan edilar. Rosa kulgandik o'shanda. Ya'ni bu bitta misolda, ya'ni bizga pul energiya keltirishi. Ya'ni bu moliyaviy energiya edi. Xo'p do'stlar, bu resurs energiya resursi edi va u 5 ga bo'lingan edi. Buni eslab qoldingiz. Endi keyingi resursimiz bu bilim va ko'nikmalar. Ya'ni keyingi 4-resursimiz. Energiya bu 3-resurs edi. Endi 4-resursimiz bilim va ko'nikmalar. Bu nima? Bu nima? Albatta, ko'nikma deganda ko'pchilik hunar tushunadi. Albatta biza, men har doim o'zi darslarimda aytaman, kasbingizni haqiqiy egasi bo'ling. Haqiqiy egasi degani eng zo'ri bo'lishga harakat qiling.
nima kasbda bo'lasiz, aytishnik bo'lasizmi, santexnik bo'lasizmi, hatto taksist bo'lasizmi, eng zo'ri bo'ling, eng zo'ri. Shunda katta daromad keladi sizga. Ya'ni buni bilim va ko'nikmalar. Endi bu hard skills deyiladi. Mana qarang. Ko'nikmalar o'zi ikkiga bo'linadi. Bu bittasi hard skills, boyga aytgandagi kasbingizni bo'yicha biladigan bilimlaringiz qanchalik zo'r qilasiz kasbingizni. Va ikkinchisi, u ham juda ham muhim. Hatto uni birinchisi desa ham bo'ladi. Bu soft skills, ya'ni yumshoq ko'nikmalar, ya'ni hard skills qattiq ko'nikmalar deb tarjima qilinadi. Bunisi yumshoq. Endi o'zbek tilida biroz g'alatiroq eshitiladi-ku, bu endi bizneslar, hamma ilmlar bizga g'arbdan kelgani uchun bular inglizcha so'zladi. Demak, soft skills bu nima? Buni ham bir nechta xili bor. Slaydda ko'rsatilgan mana. Muloqot qilish. Ya'ni odamlar bilan qanchalik siz zo'r muloqot qila olasiz. Mana bu yumshoq ko'nikma. Boyagi hardda siz ishingizni qanchalik zo'r bilasiz. Ya'ni aytishnik bo'lsangiz, kodlarni qanaqa to'g'ri yoza olasiz, qanaqa deylik tez yoza olasiz va sifatli yoza olasiz. Lekin siz bu kodni kim uchun yozyapsiz? Balki qaysidir mijoz uchun, balki korxonada rahbaringiz bo'lishi mumkin yoki kasbdoshingiz bo'lishi mumkin. U bilan muloqot qilishni bilishingiz kerak. Mana bu soft skillsdan bittasi. Keyingisi mana jamoa bilan ishlash. Boyga aytgandek, jamoa bilan ishlash, muloqot qilish bir-biriga o'xshash narsa. Mas'uliyat. Ya'ni siz mas'uliyatni qanday o'zingizga ola olasiz? Mas'uliyat bilan qanday ishlay olasiz? Bu ham ko'nikma. Muammoni hal qilish. Har xil muammolar chiqadi ishxonada, bir xil stressga tushib qoladi. Bir qanaqadir vahimaga tushadi, panika qiladi. Voy, undoq yo'q. Muammo paytida odam sovuqqonlik bilan aqlli ishlatib hal qilish kerak bo'ladi. Bu ham yumshoq ko'nikma. Rahbarlik qobiliyati. O'zi eng qimmat to'laydigan kasb bu rahbarlik deyshadi. Ya'ni odamlarni boshqara olish qobiliyati bu ham yumshoq ko'nikma hisoblanar ekan. Va yana bittasi stressni boshqarish. Ya'ni o'sha boyga aytgandagi stress holatlarda ishxonada har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Stressga tushib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Ya'ni siz o'zingizni qanday boshqara olasiz ruhiy holatingizni? Mana bu ham ko'nikma. Ya'ni bu 4-resurs bu bilim va ko'nikmalar bilib oldik. Bu hard skills va soft skills. Ya'ni daromadingizni oshirish uchun ko'nikmalaringiz a'lo darajada bo'lishi kerak. Navbatdagi 5-resursimiz bu tanish bilish. Bu o'zbeklarning eng yaxshi ko'rgan resurslardan biri, to'g'rimi? Kimdir qarindoshi, tog'asi yoki amakisi ministr bo'lsa, bo'ldi, ishi 5 degani, to'g'rimi? Hozir biz o'sha resurs haqida gaplashyapmiz deb o'ylasangiz, yo'q. Albatta, kimdir amakisi ministr bo'lsa juda ham yaxshi, tanish bu. Lekin u odamlar hozir bu videoni ko'rmayotgan bo'lsa kerak, chunki ularning ishi o'zi 5. Demak, tanish bilish deganda biz to'g'ri tanishlarni orttirishimiz kerak. Qanaqa tanishlar? Nima yordam beradi desangiz, birinchi navbatda o'zi tanish bilish bizada aslida dunyo qarashimizga ham yordam beradi. Ya'ni dunyo qarashimizni o'zgartirishga. O'z bilasizmi nimaga? Insonlarning daromadi kam, insonlar nega kambag'al deyshadi? Chunki ularni fikri, xayoli kambag'al deyshadi. Ko'pchilik e'tibor bergansiz, shu gapni eshitganmisiz? Chunki uni dunyo qarashi shunaqa. Kambag'al boyib ketish iloji yo'q deb o'ylagani uchun ham kambag'al bo'ladi. Ko'pchilikda shunaqa narsa uchraydi. Va to'g'ri tanish bilish sizni dunyo qarashingizni o'zgartirishga ham yordam beradi. Ya'ni boy, aqlli insonlar bo'lsa, ular tushuntirib bera oladi. Demak, qandoq to'g'ri boyish mumkinligini. Bu birinchisi. Ikkinchisi, tanish bilishlar bu imkoniyatlar. Ya'ni siz shunaqa birga o'sishingiz mumkin bo'lgan jamiyatlarda bo'lishingiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni bir xillarda choyxonalari bor, do'stlari. Bir xillarda klublar bor. Mana menda misol uchun o'zimda shaxsan har payshanba yig'iladigan do'stlarim bor. Tadbirkorlar hammasi endi o'sha klubga o'xshagan narsa, biz uni ko'proq biznes choyxona deb nomlaganmiz. Va u yerda biz har hafta yig'ilganimizda korxonamizdagi muammolarni gaplashamiz. Va menda mana yaqindagina bitta muammo bor edi. Korxonamizda buxgalter yetishmayotdi. Bizning eski buxgalterimiz slabiyroq ekanda, ishni yaxshi qila olmadi, juda ham ko'p xatolar qildi.
налоговiylardan kameral tekshiruvlar kelib, shtraflar keldi. Shuning uchun buxgalterni o'zgartirish kerak degan qarorga keldim va shunda o'sha do'stlarimga murojaat qildim va bitta tadbirkor do'stim zo'r buxgalterni taklif qildilar. Menda ular deyarli 3 oydan beri ishlayaptilar va ancha korxonamizni tartibga keltirib oldik. Ya'ni bu degani o'sha odam tanishim menga shunaqa resurs olib keldi, buxgalter degan. Demak, tanish bilish resursi juda ham muhim. Juda ham muhim. Mana ba'zi joylarda ham o'zingiz bilasiz, o'zbekchilikda ham tanishlar orqali chiqsangiz, mana bizda korxonamiz kim biladi, kim bilmaydi, sabzavotlarni supermarketlarga va restoran, kafelarga sotamiz. Va asosan biz restoranlarga tovar sotishda qiynalamiz. Ular chunki bir maromga tushib olgan, doimiy olib keladigan odami bor bularga o'sha kartoshka, piyozlarini va yangi odamdan olish xohlashmaydi. Juda ham ko'p uchraydi bizda shu narsa. Va tanish orqali chiqqanimda bu ishim tez bitib ketadi. Palonchi mana agar kimdirda mana tanishinglar bo'lsa, o'zingizlar restoraninglar, kafelar bo'lsa yoki tanishlaringlarda bo'lsa, albatta izohda qoldiringlar. Tanishim bor, palonga telefon qiling, meni nomimdan telefon qiling deb yozib yuborsangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Men korxonamizdagi sotuvchi xodimlarga albatta o'sha xabarni yetkazib qo'yaman va o'sha kafega bizani tovarlar ham yetib boradi, xudo xolasa. Xo'p, tanish bilish juda ham muhim ekan, do'stlar. Uni qanday tanish bilishni to'g'ri orttiraman degan savolga birinchi javob shunaqa keladiki, siz o'zingiz haqingizda odamlarga to'g'ri informatsiya yetkazishni bilishingiz kerak. Birinchi navbatda. Ya'ni siz kimligingizni bilib oling oldin. Tarjimai holingizni biling. Meni darsliklarim orasida daromadni oshirish marafoni degan darsligim bor va o'sha yerda aynan shu haqida gaplashganmiz. Ya'ni rezumeni qanday to'g'ri to'ldirish kerak va odamlar bilan qanday qilib to'g'ri tanishish mumkinligi haqida batafsil tushuntirganman. Ushbu marafon haqida to'liq ma'lumot pastda izohlarda bo'ladi. Bemalol marhamat tushib bilib olsangiz bo'ladi. Demak, tanish bilish resursi juda ham muhim ekan, do'stlar. Va oxirgi resursimiz bu axborot. Axborot resursi ham juda ham muhim. Hozir sizlarga bir ikkita misol keltiraman. Qaranglar. Axborot bu, bilasizlarmi, anu to'g'ri joyda, to'g'ri vaqtda bo'lib qolsa, odamning omadi kelgan bo'ladi. Bilasizlarmi? Omad kelishi uchun to'g'ri joyda, to'g'ri vaqtda bo'lish kerak. Buning uchun nima kerak? Uning uchun to'g'ri axborotga ega bo'lishingiz kerak. Misol mana trendlar. Bizda mana bozorda trendlar bo'ladi har xil. Deylik, avtomobil bozorida bizda elektromobillar hozir ko'payib ketdi, to'g'rimi? Adashmasam 2023-yildan beri ommaga kirgan. Mana men ham 23-yilda o'zim mashinamni oldim, elektromobilni va o'shanda esimda bor. O'sha mashinalarni olib kelayotgan odamlar yaxshi daromad qilardi. Bitta mashinadan hatto $1000, $2000 topayotganlar ham bor edi. Keyin nima bo'ldi? Ozgina vaqt o'tdi, ko'pchilik bilib oldi bu biznes zo'rligini, olib kelishni boshlashdi. Keyin $100-200 tushib ketdi daromadi. Va undan keyin eng yomon narsa bo'ldi. Luboy puli bor odam shu narsaga o'zini urdi. Nima qildi? Mashina olib keldi. Qarasa, bozor to'yingan. BYD chempionlar to'lib ketdi o'shanda, esimda bor, chempionlar chiqqan payt edi. Hech kim olmay qo'ydi. Ya'ni xaridor kam, sotuvchi ko'p. Pulni bo'shatish uchun odamlar hatto zarariga sotish boshladi. $300, $400, $500 o'ziga kelib tushgan narxdan arzon sotish boshladi. Bu holatga nima deydi? Robert Kiyosaki, bilasizlar, mashhur amerikalik investor aytadiki, bilginki, biron narsa trendga chiqdimi, modaga chiqdimi, sen kech qolding. Qoida shu. Mana ko'ryapsizmi, qaysidir ish zo'r bo'lyapti. Mana hozir qurilishda ham xuddi shu narsa. Qurilishlar sotuv to'xtab qolgan. E'tibor beryapsizmi? Quruvchilar juda ham har xil yangi zo'r takliflar bilan chiqishyapti. Boshlang'ich to'lovsiz, 60 oyga bo'lib to'laysan, ipoteka kredit, xohlagan sizga sharoit qilib berishyapti. Lekin 1 yil, 2 yil oldin shunday tez sotib tashishyapti. Demak, bu narsa moda bo'ldi. Odamlar, hamma puli bor odamlar shu ishga pulini tikyapti. Va oltin qoida. Moda bo'ldimi, bilinglar, kech qoldinglar. Kech qolmaganingizda qayerdan bilamiz desanglar, buni axborotda oldindan bilish kerak. Axborotni qayerdan bilasiz? Mana elektromobilda qaror chiqdi. Qayerdan nimaga o'zi elektromobil moda bo'ldi bizda? Esinglardami? Bilasizlar, O'zbekistonda mashina bozori juda ham
o'ziga yarasha o'ziga xos. Nimaki, bojxona to'lovlari juda ham baland. Shuning uchun biz majbur bo'lardik shu vaqtgacha GMga qaramadik. GMda nima mashina bo'lsa, o'chirt qilib olardik. Sababi chet eldan mashina olib kelsangiz, bojxona to'lovi birga bir turardi deyarli. Ammo qaror chiqdi, elektromobil bizga tashqi muhitga zarari kamligi uchun unga imtiyozlar berildi va bojxona to'lovi juda ham kam bo'ldi. Shuning uchun bu elektromobillar trendga aylandi, hamma olib kelishni boshladi. O'sha yangilikni bilgan odam, birinchi payqagan odam daromad ko'ra oldi. Qolganlar esa faqatgina shov-shuvda. Demak, biz axborotni tahlil qilishni ham bilishimiz kerak, do'stlar. Ya'ni siz kitobdanmi, televizordanmi, YouTubedanmi, Instagramdanmi ma'lumot olayotganingizda, axborot olayotganingizda albatta uni biling, tekshirib oling. Qanchalik birinchi navbatda u haqiqat va ikkinchi navbatda u aktual. Aktual degani kech qolmadingiz degani. Yana bitta misol bor. Bu narsaga juda ham muhim. Hozir shu davlat qarorlari deganda, Xitoyliklar bilasizlarmi? Tadbirkorlar bizning tadbirkorlardan nima bilan farq qiladi? Ular juda ham yangiliklarga e'tibor berishadi. Mana Xitoyga boshqa davlatlardan delegatsiya kelsa, prezidentlar kelsa yoki Xitoy prezidenti boshqa yurtga borsa, albatta tadbirkorlar e'tibor beradigan joyi shuki, o'sha yerda delegatsiya nima kelishuviga imzo chekishdi, nima qarorlar qabul qilishdi. Meni biznesimga ta'sir qiladimi bu narsa yoki ta'sir qilmaydimi? Ya'ni Xitoy prezidenti deylik O'zbekistonga bordi yoki O'zbekiston delegatsiyasi Xitoyga keldimi? Xo'p, O'zbekistonda nima imkoniyatlar bor? O'zbekiston bilan qanaqa bitimlarga keldi davlat? Shuni o'qib turib, mana Xitoyliklar hozir ko'payib ketdi O'zbekistonda. Bular chunki ko'ryapti shu narsani, yangiliklarni o'qishyapti, e'tibor berishyapti. Bizda-chi? Bizda mana o'zingizlar qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib o'zingiz rostini ayting. Qaysi yangilikni o'qidingiz oxirgi marta? Ya'ni bizani rahbarlar yoki prezidentimiz qaysi yurtga bordi? Nima qarorga imzo chekdi? Ular bilan qanaqa imtiyozlar bor? Sizning biznesingizga qanday ta'sir qiladi? Shu narsani ko'rdingizmi? Yozing mana izohda. Ko'rdim yoki ko'rmadim. Demak, axborot bu resurs va undan foydalana bilish kerak. Demak, do'stlar, bizning daromadimiz oshishi uchun bizga 6 ta resurs kerak bo'ladi. Ularni qaytarib o'taman. Birinchisi pul, ikkinchisi vaqt, uchinchisi energiya, to'rtinchisi bilim, beshinchisi tanish-bilish va oxirgisi axborot. Endi o'ylab ko'ring, qaysi resurs sizda kamu, qaysinisini rivojlantirish kerak? Agar bu savollarga to'liq javob olmoqchi bo'lsangiz, sizga bitta zo'r taklifim bor. Yuqorida aytganimdek, menda daromadni oshirish marafoni bor. Ushbu marafonda siz nimaga ega bo'lasiz? Birinchi navbatda o'z resurslaringizni aniqlab olasiz. Qaysi resurs sizda bor, qaysi biri yo'q. Ikkinchisi, bizda bu marafon va marafonda men topshiriqlar berib boraman. Ya'ni topshiriqlarni bajarish uchun siz harakatga tushasiz. Bilasiz, harakat natijaga olib keladi, to'g'rimi? Va uchinchisi va eng muhimi, siz o'z daromadingizni bir necha baravar oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bunda bizda 15 tadan ortiq texnikamiz bor. Ya'ni daromadni oshirishga yordam beradigan texnikamiz bor. Har bittasi bilan batafsil tanishib, o'z daromadingizni bir necha baravar oshirishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, agar bu video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta do'stlaringiz bilan bo'lishib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentlarda qoldiring. Yoki fikrlaringiz, takliflaringiz bo'lsa, o'sha izohda kommentda qoldiring. Albatta men har bitta kommentni o'zim o'qib, o'zim javob beraman. Meni videolarimni doimiy ko'rib borgan odamlar biladi shuni. Va layklarni ayamaysizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.